Odatda mogo go'sht lag'manni hammamiz yoqtirib yeymiz-ku, lekin mogo go'shtni manada qo'rimcho'p qo'rib yeysanglarmi, ta'm tilinglardek o'xshaydi. Tayyorlash usulim pek oddiy, ta'm o'zgacha intayin yeyishlik. Kunda lag'man yeb zerikkan kunlari eshib qolgan jiz xamirlaringlarni mushunda qo'rimcho'p qo'rib uydagilarning oldiga qo'yib turadigan bo'lsanglar talishib turib yeb ketadi. Ammo buni qanday tayyor qilamizki, oxirigacha ko'rib birlik deganimdoq. Oldi bilan ketarlik materiallarni tayyorlab olgandan keyin go'shtni pishirib to'g'rab olamiz. Undan boshqa azroq ko'k qizil lazımı ko'rsatilgandek to'g'rab, so'ng piyoz, samsaqlarni ushoq to'g'rab tayyorlab olamiz. Keyingi bosqichda cho'pni pishirib olamiz. Lag'man jisini qisqaroq qilib uzib taxtaga ilib besib nipizlatib olgandan keyin qaynagan qozonga tatib turib selib olamiz. Buni 3-4 minut qaynatib pishirib olgandan keyin suzib ilib sovuq suvda pakiz chayqab, suyni pakiz sayqitib, aralashtirishga aptik bo'lgan cho'nroq bir qachiq selib olamiz. Qo'rg'anda cho'pning rangidan chiroyli chiqish uchun cho'ng'istamning chamg'urjang yostidan azroq qo'yib, yaxshi aralashtirib cho'pni ranglantirib olamiz. Undan keyin qozonga mopiq may qo'yib, may qizgandan keyin oldi bilan go'shtni silib go'sht qizarg'ich qo'raymiz. Undan keyin so'ng piyozni silib, so'ng piyozning mezlik purqichqich qo'raymiz. Arqadan so'minimizning ta'mining yeyishlik rangidan chiroyli chiqish uchun cho'ng'istamning bocho'cho'miyan tetqisdan bir qo'shiq, qizilmoch qiyamidan bir qo'shiqni silib, qizil may chiqib, tetitqining mezlik purqichqich qo'rib olamiz. Undan keyin mogoni silib, mogo yumshab, o'zining suvi chiqishi 1-2 minut qo'rib olgandan keyin mopiq miqdorda suv qo'yib, tuvan o'tga tanshab 5-6 minut qaynatib, mogoni ravrs pishirib olamiz. Undan keyin oxirida tuz ta'min tanshab, ko'k qizil laza, samsaq pishirib olgan cho'plarni bir vaqt qozonga silib, ko'k qizil laza yumshab, cho'p butunlay qizirib olg'ichi 1-2 minut qo'rib o'tgandan keyin taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Masomanni uyda cho'qim qo'rib bir yanglar, ta'm tilinglardek o'xshaydi. O'rganib oldinglarmi?